Chaqaloqlar dakretsistiti, ko'z yosh qopchasi yallig'lanishi. Odatda tug'ma ko'z yoshi kanali bitib qolish natijasida yuzaga keladi va uni davolash shifokor nazoratida bosqichma-bosqich olib boriladi. Bolalar oftalmologi sifatida shuni aytishim kerakki, 90% holatlarda ushbu muammo to'g'ri bajarilgan massaj va ko'rsatilgan konservativ davolash yordamida jarrohliksiz tuzatiladi. Quyida kasallikni davolashning asosiy bosqichlarini keltiramiz. Birinchisi bu ko'z yosh qopchasini massaj qilish. Asosiy usul. Massaj davolashning eng muhim va samarali qismidir. Uning maqsadi ko'z yoshi kanalidagi parda, ya'ni plyonkani bosim yordamida yorib yuborishdir. Bu yerda tozalikka e'tibor berish kerak. Massajdan oldin qo'llaringizni sovunlab yuving va tirnoqlaringizni kalta oling. Ko'rsatkich barmog'ingiz uchini bolaning ko'zini uchki burchagiga, burun ildiziga yaqin joyga qo'ying. Bosim. Yuqoridan pastga qarab, burun qanotiga tomon chiziqli va biroz bosgan holda silkitish harakatlarini bajaring. Massajning intensivligi va necha mahal qilishi ko'pincha biz onalarga har emizganda deb aytamiz. Ya'ni kuniga 5-6 mahal va intensivligi 10-15 minutda davom etadi. Yiringni tozalash. Massaj paytida ko'zdan yiring chiqsa, uni darhol steril paxta va antiseptik eritma bilan artib tashlash kerak. Ko'zni tozalash va gigiyenaga kelsak, ko'zda yiring va qobiqlar to'planib qolmasligi uchun doimiy ravishda quyidagi muolajalarni bajaring. Ko'zni yuvish uchun furitsilin eritmasi yoki qaynatilgan iliq suvdan foydalaning. Har bir ko'z uchun alohida steril paxta olib, ko'zning tashqi burchagidan ichki burchagiga burunga qarab arting. Dorilarga kelsak, tomchilarga bu antibakterial tomchilar. Faqat shifokor, ya'ni oftalmolog ko'rsatmasi bilan yiringli ajralmalarni kamaytirish uchun ishlatiladi. Qanday preparatlar? Odatda bolalar uchun xavfsiz bo'lgan tomchilar, masalan, tabrimitsin asosiylari kuniga 3-4 mahal buyuriladi. Shifokor maslahatisiz kattalar uchun mo'ljallangan yoki kuchli gormonal tomchilar aslo ishlatmang. Agar quyidagi konservativ davolash usullari bolaning 3-4 oyligigacha yoki shifokor belgilangan muddatigacha foyda bermasa, kichik jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Shifokor maxsus ingichka zond yordamida yopilib qolgan ko'z yosh kanalini mexanik ravishda ochadi va yuvadi. Amaliyot juda tez, bir necha daqiqa davomida davom etib va bolaga og'riq bermasligi uchun mahalliy anestetika ostida bajariladi. Chaqaloqlarda dakretsistitni davolashda eng muhim chora har kuni to'g'ri texnika bilan bajariladigan massaj va ko'z gigiyenasi hisoblanadi. Kasallik asoratlarsiz o'tib ketishi uchun davolashni birinchi haftalardayoq boshlash va har qanday dori vositalarini faqat bolalar oftalmologi ko'rigidan so'ng qo'llash lozim. Sizga aniqroq tavsiya berishim uchun aytingchi, bolangiz necha oylik va ko'zidan yiring ajralishi kuzatilyaptimi?